qancha iste'mol qilsangiz ham sizni eng zo'r ozdirib beruvchi retseptni hozir sizlarga bo'lishib o'taman. Buning uchun bizga kerak bodring bitta, kivi bitta, olma ichini tozalab, petrushka bir bog', suv detoks uchun 400 mg gacha, smuzi uchun 200 mg gacha. Tayyor. Detoksni ichilish vaqti bundagi tolalar va kletchatkalar sizib olinganligi hisobiga uni ertalabki vaqtda ichish juda ham qulay hisoblanadi. Nima uchun deyilganda, buning tarkibidagi bodring hamda petrushka tanamizdagi shishlarni juda ham yaxshi haydab beradi. Shuning hisobiga agar siz tungi vaqtda ichsangiz, tanangizdan peshob haydaganlik hisobiga tunda bezovta bo'lib chiqasiz. Smuzi qilib ichilganda tanamizga juda ham zo'r to'qlik hissini beradi hamda vitaminlar beradi. Detoks va smuzini farqini bilib olgan bo'lsangiz, o'zingizga qulay qilib tayyorlab oling. Siz tanangizni shishlardan, atiyoklardan xalos qilmoqchi bo'lsangiz, detoks qilib iching. Agar sizga to'qlikni yaxshi his qilmayapman, o'zimda charchoq, vitaminlarga nisbatan menda defitsitlik bor desangiz, buni smuzi holatda ichishingizni tavsiya beraman.